Bugun bizda boshqacha retsept, ya'ni birgalikda chuchvara tayyorlaymiz, faqatgina men va ayam bilan. Конечно. Birinchi bo'lib xamirni tayyorladik, keyin shunaqa shaklda kesib chiqdik-da, уже o'rashga o'tib ketdik. Menimcha где-то yarim soatcha shunaqa tugib chiqdik. Xamirni qanaqa olinishini men videoga ololmaganman, chunki men u payt uxlayib turdim. Ayam o'zi hammasini qilib qo'ygan, shunga faqat tugatgan qismini oldim xolos. Chuchvaramizni hammasi tayyor bo'lgandan keyin qaylasiga mahsulotlarni ham to'g'rab chiqdim. Undan keyin qovurishga o'tdik. Qovurayotganda birinchi bo'lib ayam o'zi yog'ini quyib berdim, moslab, keyin men birinchi birinchi piyozni, keyin sabzini, keyin kartoshkani solib qovurib oldim. Undan keyin suv quydik. Suv o'zi qaynab chiqqandan keyin chuchvaralarimizni solishni boshladik. Shunday qilib, birin-ketinlikda chuchvaralarni solib chiqdik. Menimcha rosa ham ko'pgina bo'lib ketdi, chunki faqatgina chuchvara bo'ldi suvda ichida. Doshi. Bu yoqda mana singlim maktabdan keldi. Уже biz obedga chuchvaramizni tayyor qilib qo'ydik. Shunaqangi zo'r bo'lib, ishtahani ochadigan ko'rinishda bo'ldi. Degustatsiya. Birgalikda tatib ko'ramiz. Zo'r. Maktabda. Kim qildi ovqatni endi? Men. Sizga haligacha zo'rmi? Menga xotirasiz so'zini so'qib. Papiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga e'tibor uchun katta rahmat. Mana men uyimdagilar bilan yashayman. O'zingiz yashaysizmi deydiganlarga javob.